Shunaqa. Будь ласка. Дякую. Ana til bilganga 1000 tanga deyishadi-yu. Ha, shunaqangi jigarlarim. Bilsangiz yaxshida, любой joyda misoliga sizga bir nima keltiradi, foydasi bo'ladi. Любой taraflama foydasi bo'ladi. Chunki boshimizdan o'tgan, ko'rganmiz. Haqiqatdan mana bir kishi, короче, неграмотный deb o'ylagan, короче, bilmaganda mana. Mana ustidan zaявление yozgan, men u odamning ustidan keyin borib zaявление yozganman. Uni u fuqaro o'sha davlatning nimasi? Fuqarosi. Lekin men boshqa davlat fuqarosini bo'l. Mana. Aka, salom alaykum. O'zi yaxshimi, xonadon tirishdimi, bo'lyaptimi? Rahmat, Xudoga shukr. 23 ming so'm aka. Galalot xushuvo bo'lib yuraverasizlar aka. Ko'pchilik solyapti-da, Hozir ham bittasi. vaziyatni ko'pchilik minishni bilmas ekan mana galalotda boshqa minishni bilmaydi-da, yo'llari bu. Shunaqa. Aka, sog' bo'ling sana. Xullas kalom, men boshqa davlat fuqarosiman, lekin u o'sha davlat fuqarosi men polzamga hal bo'lyapti. Agar men